Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana Yosh avlod kanali, sizlar bilan navbatdagi videomizda yana ko'rishtirganimdan nihoyat xursandman do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birga qanday qilib OBS Studio dasturini kompyuterimizga o'rnatib va u orqali YouTube ga stream qilishni va uni qanday qilib to'g'ri nastroyga qilishni, ya'ni video stream davomida hech qanday qatishilar yoki laglarni kuzatmaslik uchun uni to'g'ri nastroyga qilishni bugungi videomizda men sizlarga o'rgataman. Albatta videomiz sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, video ostiga tushib, videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni esa video kommentariyasida yozib qoldirishni so'rab qolgan bo'lardim. Bu qilgan ishingiz esa bizni kanalimiz rivojiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lardi va ushbu videoni boshqalarga rekomendatsiya qilish uchun juda ham katta hissa qo'shgan bo'ladi va biz uchun bu motivatsiya, sizlardan esa umuman bir tiyin pul olinmaydi akalar. Xo'sh akalar, sizlar tayyor bo'lsangiz, bunda biz videomizni boshladik do'stlar. Xo'sh akalar, biz qanday qilib OBS Studioni, ya'ni OBS Studio dasturi orqali YouTube ga stream qilishimiz mumkin bo'ladi. Undan avvalo biz OBS Studio dasturini internet orqali yuklab olishni boshlaymiz akalar. Buning uchun albatta biz birinchi navbatda Chrome brauzeriga yoki o'zingizda mavjud bo'lgan любой brauzerga kirishingiz kerak bo'ladi. Va brauzerga kirganimizdan so'ng albatta qidiruv oynasiga OBS deb yozamiz va OBS deb yozganimizdan so'ng bizga birinchilardan biri bizning broadcast, ya'ni OBS Studioning broadcast softwarening standart sayti, ya'ni obsproject.com sayti chiqib keladi. Aynan mana shu saytga biz kirishimiz kerak bo'ladi va kirganimizdan so'ng bizga quyidagi oyna ochilib keladi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin biz OBS dasturining aynan turli xil operatsion sistemalar uchun yuklab olish silkalarini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Windows operatsion sistemasi, Mac OS operatsion sistemasi va Linux operatsion sistemasi. Bizni esa operatsion sistemamiz bilib turganingizdek, bizda Windows 11 Pro versiyasi, eng yangi versiyasi 25H2, albatta Optimum Prime versiyasi. Xo'p, va bu yerdan Windows versiyasini albatta bosamiz va bosganimizdan so'ng bizni dasturimiz bu yerda yuklab olinishini so'raydi. Albatta bu yerda suspicious versiya blocked qilinadi va bu yerdan bosib turib download unverified faylni ustiga bosamiz va dastur bizni kompyuterimizga avtomatik tarzda yuklab olina boshlaydi. Lekin men yuklab olishim shart emas, chunki menda bu avtomatik yuklab olingan. Bu yuklab olingandan so'ng buni biz yuklab olingan papkalarni ichiga kirib, bu yerdan topib olishimiz mumkin bo'ladi. Va bu yerdan biroz men anchagina vaqt oldin yuklagandim. Aynan mana shu ikonkasi aynan mana shu holatda bo'ladi. Hozir sizlarga kattaroq qilib ko'rsataman. Ya'ni OBS Studio aynan mana shu holatda bo'ladi. Buni ishga tushirishimiz uchun prosta buni ustiga 2 marotaba bosamiz va bizning dasturimiz ustanovchiga ishga tushadi. Buni ustanovga qilishimiz uchun prosta bu yerda next va barchasi muvaffaqiyatli tarzda ustanovga bo'ladi. Men ustanovga qilishim shart emas, chunki barchasi menda allaqachon ustanovga bo'lgan. Shuning uchun bu yerdan buni ustanovkani cancel qilamiz va OBS dasturiga kirishimiz kerak bo'ladi. OBS dasturining ikonkasi bizda рабочий stolimizda paydo bo'ladi yoki agarda рабочий stolda sizda paydo bo'lmaydigan bo'lsa, siz bu yerdan Windows, ya'ni pusk menyusidan qidirishingiz mumkin, yoki bo'lmasa Windows S kombinatsiyasi orqali bu yerdan OBS deb yozasiz va avtomatik tarzda bu chiqib keladi. Va enter deb bosamiz va bizning dasturimiz ishga tushadi. Va ishga tushganda aynan mana shu holatda ochiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bu yerda maxsus scena, ya'ni ekran hozircha qop-qora va bizda resurslar hali ya'ni kiritilgani yo'q. Biz birinchi navbatda buni nastroyga qilishdan boshlaymiz, ya'ni scenalarni qo'yishdan oldin. Buning uchun biz pastdan settings, ruschasiga esa nastroyga bo'limiga kirishimiz kerak bo'ladi. Buni bosganimizdan so'ng bizga quyidagi oyna ochilib keladi. Birinchi navbatda bizning general, ya'ni общий настройкалар bo'limiga kirishimiz mumkin. Bu yerda hali biz kiritiladigan umuman kerakli narsani o'zi yo'q, shuning uchun bu yerga qaramay qo'ya qolamiz. Bu yerdan sirazi ikkinchi bo'limdan ham sakrab o'tamiz, chunki ikkinchi bo'lim ham unchalik qiziq emas. Bizning streamimizga umuman qiziq emas. Xo'p, uchinchi bo'limga o'tamiz. Bu yerda albatta stream, ya'ni eng asosiy bo'limi. Bu bo'limdan biz o'zimizni stream qiladigan platformalarimizni bizning OBS Studio dasturimizga ulab olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan bizning stream platformamiz, masalan Twitch yoki Facebook bo'lishi mumkin, yoki Stream.io, Twitter, VHIP yoki YouTube. Biz YouTube platforma orqali bu yerdan ya'ni stream qilamiz. Menda akkaunt ulanganda, shuning uchun buni uzib turaman. Siz bu yerga akkaunt ulashni ikki xil usulda ulashingiz mumkin. Ya'ni stream orqali yoki akkaunt to'g'ridan-to'g'ri Google akkaunt orqali. Bu yerdan Google akkaunt orqali ulash uchun bu yerdan Google akkaunt ulashni ustiga bosasiz va avtomatik tarzda bizni
akkauntga ulash uchun maxsus havola orqali Google sahifasiga olib kirib ketadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin bizning turli akkauntlarimizni. Bizni esa bizga kerakli bo'lgan YouTube kanalimiz ulangan Google akkauntimizni bu yerdan biz tanlashimiz shart bo'ladi. Endi bu birinchi akkaunt. Buni bosganimizdan so'ng bizdan OBS Studio dasturimiz Google akkauntdagi barcha ya'ni ma'lumotlarni o'zgartirish va unga yozish huquqiga berishimizni so'raydi. Bu yerdan biz continue ni bosamiz. Bu bosganimizdan so'ng bizdan avtorizatsiyamiz complete bo'ladi va buni biz bemalol yopishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, bizning akkauntimiz muvaffaqiyatli tarzda ulandi va biz bemalol stream qilishimiz mumkin. Va bu yerdan Advanced Options bo'limiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda Ignore Settings, Service Settings Recommendation bo'limi mavjud. Bu yerda standart galochka olib qo'yilgan bo'ladi. Biz buni bosib qo'yamiz. Buni sababi nimada? Buni bosib qo'yganimizdan so'ng har safar biz stream qilganimizda bizning internetimiz tushib yoki ko'tarilgan paytda bu, ya'ni bizni bitrateimiz pastlab ketgani va ko'tarilib ketgani haqida turli xil ma'lumotlarni bizda OBS Studiodan bizga beriladi. Bu esa bizni juda ham stream davomida juda ham streamni bo'lib qo'yishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun buni biz xohlamaymiz. Buni o'chirib qo'yamiz va 4-bo'lim, eng asosiy va kerakli bo'lgan bo'limga, ya'ni output bo'limiga keladigan bo'lsak, bu yerda standard output mode simple bo'limida turadi. Bu yerda simple bo'limidan ham bemalol stream qilishimiz mumkin, lekin simple bo'limida stream qilganimizda ko'pgina ya'ni bizni bitrate'dagi har xil ya'ni muammolar yoki YouTube masalan o'yin o'ynaganingizda, o'yinda stream qilganingizda har xil laglar kuzatilishi mumkin. Shuning uchun bu yerdan simpledan advanced bo'limiga tanlab qo'yamiz. Advanced bo'limiga tanlaganimizdan so'ng endi birinchi bo'lim streaming settings bo'limiga e'tibor qaratamiz. Birinchi bo'limda bu yerda audio track, ya'ni bizning audiolarimiz qaysi kanal orqali chiqishini tanlaymiz. Bu yerda standart birinchi kanalni tanlangan bo'lishi kerak. Birinchi kanalni tanlaymiz. Va audio encoder, ya'ni bizning soundlarimiz, ya'ni audio fayllarimiz qaysi encoder orqali kodировка qilishini tanlaymiz. Bu yerda standart FM, PEG, AAC encoderi tanlanishi kerak va buni tanlangandan so'ng video encoderga e'tibor qaratamiz. Bu yerda sizning kompyuteringizda qanday video karta o'rnatilganiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Menda video karta standart AMD video kartasi. Sizda esa qanday video karta o'rnatilganini bilishimiz uchun bu yerdan standart Ctrl Shift Escape kombinatsiyasi orqali yoki standart taskbarga so'ng tugmasini bosib bu yerdan taskbar bo'limini, ya'ni task manager bo'limini tanlaymiz. Va buni tanlaganimizdan so'ng bu yerdan performance bo'limiga tanlab, bu yerdan bizning GPU'miz bo'limiga o'tsak, bu yerda bizning GPU'mizni nomi kelib chiqadi. Bu yerda menda AMD Radeon 610M, ya'ni biz bemalol bu AMD Radeon protsessor orqali, ya'ni meni AMD Radeon video kartamning maxsus kodeki orqali bemalol ishlashim mumkin bo'ladi va buni yopamiz. Ha, bu yerdan AMD ning kodegini tanlashimiz kerak bo'ladi. Sizlarda Nvidia bo'lsa, bu yerda Nvidia, AMD bo'lsa AMD. Encoderni tanlashadigan bo'lsak, bu yerda bizda standart ikkita AMD encoderini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda AMD HW-H264 AVC va AMD HW-H265 HEVC bo'limi, ya'ni ikkita encoderni ko'rishimiz mumkin. Bularning bir-biridan farqi nimada? Buni aytib o'tadigan bo'lsam, bu yerda HW-H264 ya'ni AVC bu 2006-yilda ishlab chiqarilgan maxsus encoder bo'lib, hozirgi kundagi stabil holatdagi encoder hisoblanadi va bu YouTube ga Full HD расширение, ya'ni 1920 ga 1080 расширениеda stream qilganingizda juda ham bitrate'ni juda ham stabil ushlab turadi. Lekin agarda sizni streamlaringiz 2K yoki 4K расширениеda, ya'ni yuqori расширениеda stream qiladigan bo'lsangiz, unda sizlarga HEVC 265H ya'ni encoderini maslahat beraman. Bu aynan yuqori расширениедagi videolarga moslashtirilgan encoder hisoblanadi. Lekin men Full HD расширениедagi encoderdan foydalanaman, chunki men Full HD расширениеda YouTube ga stream qilaman. Xo'p, va bu yerdan Rescale Output bo'limiga o'tadigan bo'lsa, bu yerda standart disable bo'lishi kerak va endi encoder settingga e'tibor qaratamiz. Bu yerda birinchi Rate Control standard CBA bo'limi tanlangan bo'lishi kerak va bu yerdan bitrate bo'limiga endi e'tibor qaratamiz. Bitrate bo'limida bu yerdan qanday qilib biz o'zimizga kerakli bo'lgan muqobil bitrate'ni tanlashimiz mumkin. Bu bitrate nima? Bu bitrate shunday narsani anglatadiki, bizning videolarimiz, ya'ni YouTube ga yuklanayotganda maxsus bitrate orqali, ya'ni soniyasiga qancha ma'lumot yuklanishi
bu yerda anglatiladi. Qanchagina bitrate baland bo'lsa, shunchagina bizning videomiz kачествоsi yuqori bo'ladi. Bu yerda standart Full HD расширение, ya'ni 1920 ga 1080 расширение uchun minimum o'rtacha 6000 bitrate bizga yetarli bo'ladi. Lekin biz bu 6000 bitrate bizning internetimiz ya'ni поддержка qilishini biz bilib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz yana Chrome bo'limiga o'tamiz. Ya'ni Chrome brauzeriga kirib turib, bu yerdan maxsus ping test saytiga kiramiz. Bu ruslar tomonidan chiqarilgan pingtest.ru sayti. Bu pingtest.ru saytiga kiradigan bo'lsak, biz bemalol shu bo'limdan, ya'ni bizni kompyuterimizdagi, ya'ni bizning internet tezligimizni aniqlab olishimiz mumkin. Buni aniqlashdan oldin bizga kalkulyator kerak bo'ladi. Buni sababi esa bizning internet tezligimizni hisoblab olishimiz kerak bo'ladi, ya'ni bitrateimiz. Bu yerda standart bizda hozirda qo'ygan bitrateimizga qaraydigan bo'lsak, bizda 7000 bitrate, ya'ni 7000 kilobit sekund. Biz buni megabit sekundga aylantirib olishimiz uchun 7000 ni bu yoqdan biz bo'lishimiz kerak bo'ladi, ya'ni 1024 ga. Ya'ni 1024 kilobit ya'ni 1 megabitga teng bo'lsa, bu yerda bo'ladigan bo'lsak 683 megabit sekund. Ya'ni bizning internet tezligimiz, yuklash tezligi, skachat emas, загрузить tezligi 608 megabit sekund bo'lsa, bemalol 7000 bitrate qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerdan biz startni bosadigan bo'lsak, birinchi navbatda biz pingni ko'rishimiz mumkin, ya'ni 80 ping. Bu yerda o'yinlar uchun bu juda ham zarur bo'ladi akalar. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin bizni skachat tezligimiz bu yerda 10 megabitni tashkil etyapti. Bu degani biz stream davomida bemalol saytlarga kirib, ya'ni kezishimiz juda ham yaxshi bo'ladi. Hozirda biroz pasayib qoldi, chunki menda mobilniy internet bo'lganligi uchun. Va загрузить bo'limiga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyda qarab turamiz. Xo'p, menda загрузить bo'limi biroz hozirda internet pastroq bo'lyapti. Hozirda 2,5 megabit, 3 megabit turibdi. Ya'ni biz buni agarda 3 megabitni shu 1024 ga ko'paytiradigan bo'lsak, o'rtacha 4,5 bitrate kelib chiqadi. Ya'ni biz bu yerga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bizning internetimiz faqatgina 4,5 bitrate. Lekin men 7000 da qoldiraman, chunki vaqt o'tib bu internet anchagina yaxshilashadi. Xo'p, biz internetimizni to'g'irlab ham oldik. Endigi keyingi bo'lim biz 3-keyframe interval. Bu yerda standart 0 bo'lib turadi, lekin biz bu yerga 2 ni qo'samiz, shu anchagina bizga stabillikni ta'minlaydi. Va preset bo'limidan biz balansni qo'yib qo'yishimiz mumkin, speed yoki quality. Bu sizning kompyuteringiz kuchiga bog'liq. Bu yerda nimani, ya'ni bu sozlama nima bizga olib keladi. Agarda biz bu yerdan balansni qo'yadigan bo'lsak, agarda balansni bizni stream qilayotganimizda video kачествоsi aynan balanslangan holatda, ya'ni zadeshga past va kачество ham o'rtacha darajada, ya'ni yuqori darajada bo'ladi. Agarda biz bu yerdan speedni tayinlaydigan bo'lsak, bu yerda zadeshga juda ham kam, FPS juda ham baland, lekin kачество juda ham past bo'ladi. Agarda bizda bu yerdan quality ni tanlaydigan bo'lsak, kачество juda ham shikarna bo'ladi, lekin bu yerda zadeshga juda ham kattayib ketishi va FPS tushib ketishi mumkin. Shundan buni standart, ya'ni balanslangan variantni tanlaymiz va bu yerda profile mainda turishi kerak. Va max B-frame 2 ni tanlangan bo'lishi shart. Va tanlangandan so'ng bu yerdan audio bo'limiga o'tamiz. Bu yerda audio track standart 320 hammasi tanlangan bo'lishi kerak. Bu bizning ovozlarimizni tiniq qilib ko'rsatib beradi, ya'ni stream chog'ida. Va reply buffer bo'limi bu yerdan o'chiq turishi kerak. Va bu yerdan audio bo'limiga, ya'ni 5-bo'limga o'tamiz. Bu yerdan simple rate 48 kHz ni tanlaymiz. Bu yerda channel stereo va standart desktop audioni biz o'zimizni, ya'ni kolonkamizni driveriga bu yerga tanlab qo'yamiz va mix auxiliary audio, ya'ni bizni mikrofonimizni bu yerdan tanlashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda microphone array Realtek audio meniki. Va bu yerdan video bo'limiga o'tamiz. Video bo'limidan bu yerdan base canvas resolution'da eng maksimum, ya'ni 1920 ga 1080, output scale resolution'ni ham 1920 ga 1080 ni tanlaymiz. Va bu yerdan FPS ni esa 60 ga qo'yib qo'yamiz standart. Va bu yerdan hotkey umuman shart emas, assembly umuman shart emas. Bu yerdan advanced bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan advanced bo'limiga o'tganimizdan so'ng bu yerdan general bo'limidan priority, process priority, bu bizning dasturimiz, OBS dasturimiz, ya'ni fonda ishlayotganda to'xtab qolishini oldini olish uchun bu yerda standart normal yoki above normal bo'lib turishi kerak. High qilib qo'yishingiz ham mumkin. Agarda bu yerda high, ya'ni eng baland qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu kompyuteringizda biroz noto'g'ri ishlashiga, hattoki crash bo'lishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu yerda normal yoki above normal. Bu yerda normalni tanlaymiz. Bu yerda qolgan narsalarga tegmaymiz va biroz pastga tushamiz. Va tushganimizdan so'ng bu yerda network, ya'ni internet
подключение bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda standart mana bu bo'limga e'tibor qaratamiz. Bu yerda bu ochiq turadi. Bu yerda dynamically change bitrate to manage congestion better. Aynan mana shu bo'limni tanlaymiz. Bu nima qilib beradi? Bu bizni stream chog'ida bizni bitrateimiz juda ham tushib ketib va balandlashib tushib ketib, ya'ni bo'lishini oldini oladi. Ya'ni fluctuation bo'lishini oldini oladi inglizcha qilib aytganda. Xo'p, bu yerdan apply ni bosamiz va bosganimizdan so'ng ko'rib turganingizdek bizni stream chatimiz bo'limi ham ochiladi va buni bemalol bu yerga o'tkazib qo'yishimiz mumkin va bu yerdan yuqorida mana bu dock bo'limidan bemalol stats yoki YouTube ya'ni live control panelda qo'yib qo'yishimiz ham mumkin. Bu yerda statni bu yerdan standart mana bu o'rtaga qo'yib qo'yishimiz ham mumkin yoki yuqoriga. Bu yerda bizni standart streamimiz qanday ketayotgani, qancha ma'lumot yuklangani va qancha frame skip bo'lib ketgani, qanchalik FPS da video yuklanayotganini bu yerdan ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu joyda endi sourcelarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda source bo'limidan plusni bosib biz ekranimizni, ya'ni displeyni capture qilishimiz uchun, displeyni ya'ni yozib olishimiz uchun bu yerdan display capture bo'limini tanlaymiz va OK ni bosamiz. Va bu yerdan display bo'limidan select ni bosib, bu yerdan standart bizni displayimizni tanlab qo'yishimiz shart. Va tanlaganimizdan so'ng bu yerda bizni display bo'limimiz tanlanadi. Ko'rib turganingizdek va buni full ekranga qo'ysak, bizni displayimiz ko'rinyapti. Va bu yerdan agarda webkamni qo'shmoqchi bo'lsangiz, bemalol webkamni ham bu yerdan qo'shib olishimiz mumkin. Bemalol buni ham joylashtirib, nastroyga qo'yib olishingiz ham mumkin. Bu yerdan boshqa narsalarni, masalan, YouTube'dagi standart counterlar yoki chatlarni ham bu yerga qo'shib olishingiz mumkin. Agarda chat qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu yerda browse bo'limini tanlab, ya'ni browser, bu yerda OK ni bosamiz va bu yerda OK ni bosganimizdan so'ng standart YouTube bo'limiga o'tib turib, ya'ni YouTube'dan bizni Tavochskiy studiyomizdan live ga o'tib, bu yerdan bemalol bu yerda chatlarni yoki boshqa konfiglarni ham bemalol qo'shishimiz mumkin bo'ladi. Bu hozircha shart emas. Bu yerga keyinchalik ham qo'shsak bo'ladi. Va ya'ni shunday qilib nastroykalarni bemalol o'zingiz xohlaganchalik qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Va buni endi biz qanday stream qilamiz? Stream qilishdan oldin biz bu yerda broadcastlarni nastroyga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan o'ngda bo'limini ko'rgan bo'lsak, ya'ni o'ng tarafdagi bu yerda start streaming, ya'ni streamni boshlash va manage broadcast. Bu yerda manage broadcast bo'limini tanlaymiz. Broadcastdan bu yerdan videomiz, ya'ni streamimiz qanday nom bilan yuklanishi bu yerdan qo'lda kiritib qo'yishimiz mumkin yoki bu yerda standard existing, ya'ni oldindan yaratilgan maxsus ya'ni tayyor broadcastlarni ko'rishimiz mumkin. Menda tayyor broadcast bor. Bu YouTube tomonidan avtomatik tarzda yaratilgan yoki buni biz bu yerdan YouTube platforma orqali ham boshqarishimiz mumkin. Bu yerdan biz Chrome'ni ochamiz va YouTube ga kirishimiz kerak bo'ladi. YouTube ga kirganimizdan so'ng bizning YouTube akkauntimizga kirib oladi. Va kirganimizdan so'ng bu yerdan yuqoridan create tugmachasini bosib, ya'ni ushbu create tugmachasini bosib, bu yerdan go live bo'limiga kiramiz. Va go live bo'limiga kirganimizdan so'ng bizda YouTube Creator Studioga kirib ketadi. YouTube Creator Studiodan biz endi bu yerdan boyagi stream qilmoqchi bo'lgan video, ya'ni streamimizni nastroykalarini, bu yerda sozlamalarini berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan biroz kutamiz. Va ko'rib turganingizdek bu yerda hozirda stream hali boshlangan yo'q. Bu yerdan yedik tugmachasini bosib, bemalol streamimizning nomini va unga descriptionlar yozishimiz mumkin yoki donatlarimizni kiritishimiz mumkin. Bu yerga playlistlarni, uni kategoriya turini, masalan, bu yerdan gaming qilib, bu yerda o'yinlarning nomini qo'shib qo'yishimiz mumkin. Masalan, Minecraft bo'lishi mumkin. Bu yerda Minecraftni tanlab qo'yib, bemalol stream qilishimiz ham mumkin. Bu yerdan save ni bosamiz va bu yerdan boyagi mana bu bo'lim orqali chatni ham qo'shib olishingiz mumkin. Bu yerda pop out ni bosamiz va bu yerdan silkani kopirovat qilib olish orqali boyagi OBS ga o'tib, bu yerdan chiqamiz va boyagi mana bu brauzerni o'rtaga qo'yib turib, bu yerdan brauzerning ichiga kirib, boyagi mana bu yerga silkani tashlab qo'yishimiz mumkin. Va shu holatda bizni boyagi pop out ga chiqqan mana bu chatimiz bu yerda ko'rinib turishi mumkin. Buni o'lchamlarini bemalol, ya'ni brauzerning ichiga kirib turib, bu yerdan widthni 400 qilib qo'yib, bemalol o'lchamini bu yoqqa qo'yib, stream qilishimiz mumkin. Bu yerdan chatlarimiz ko'rinib turadi va boshqa narsalarni ham bu yerdan kamerangiz ko'rinib turadi. Xuddi shunday qilib stream qilishingiz mumkin. Va bu yerdan start streamingni bossangiz, streamimiz ishga tushadi. Xo'sh akalar, videomiz shulardan iborat edi do'stlar.
Va albatta videom sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni so'rab qolgan bo'lardim. Va albatta keyingi videolarimizda yana bir yosh avlod kanalida ko'rishguncha xayr do'stlar.